Videoni oxirigacha ko'rishdan oldin iltimos hoziroq videoga like bosib qo'ying. Bu juda ham muhim. Tanishinglar, Alixan 6 yoshda. Biz hozir Moskvadamiz. Oldin kichkinaligining rasmini ko'rdik-da. Yomon krasavchik bo'lgan ekansan. Yaxshi bo'ldimmi? Sochlaring unda uzun bo'lgan ekan-a? Dadang oga. Birinchi ko'rishganimizda Alixan uzoq muddatdan beri ko'rib turgan skladda yashagan. Skladda ko'rishib, ularni biz zudlik bilan Moskvadagi детский больницаga yotqizdik. Ahvol juda ham og'ir. Hozir Alixanda teri kasalligining og'ir darajasi. 2 yil oldingi rasmlarini ko'ring, qanaqa shirin, qanaqa sog'lom, yaxshi bola bo'lgan va oilada mablag' yo'qligini sababiga mana shu holatga tushib qolgan. Davosi bor. Eng muhimi davosi bor. Alhamdulillah ketma-ket ravishda uzoq muddatda davolansa, alhamdulillah davosi bor. Skladda yashaydi oila. O'sha ish joyida yashab turib, Alixanni o'sha yerga olib borib yurishga majbur bo'lishgan Moskvada. Hozir biz buni zudlik bilan Toshkentga olib ketib, dokumentlarini to'g'rilab, Turkiyaga olib ketishimiz kerak. Bekorga bu video yoningizdan chiqmagandir. Qo'lingizdan kelgancha shart emas, 1-2 millionlab katta summali. Qo'lingizga qancha keladi? Shuncha yordam qiling. Pastda kartalarni qoldirganmiz, hammasi Sardor va Bobur Salimjanovlar nomida. Hammasi ishonchli kartalar, yolg'on videoga ishonmanglar. Va albatta ishonaman, aynan siz bilan birgalashib, kichkina qadamlar bilan inshaalloh Alixanni sog'ayib ketishiga sababchilardan biri bo'lamiz va albatta hammalardan yordam kutib qolaman. Yondir bergani rahmat bularga ma'zur bo'laman. Alixan, qaraysan? Yig'lama, zada bo'lib ketganlar. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi jonim. Tanishinglar, Alixan 6 yoshda 2 yil oldingi rasmlarini ko'ring va hozirgi holati. Bu polvon yigitimizda teri kasalligi og'ir darajada. Bizdagi bor sog'ligimizga shukr qilishimiz kerak edi. Bitta dona analiz olish uchun terisini ko'chirib olishar ekan. Shu ko'chirib, o'shanda analiz olishar ekan. Bintlar tanasiga yopishib ketadigan darajada bo'lib ketadi. Перевязка uchun 3 soat, 4 soatlab перевязка qilishadi. Tanasi shu darajada qichishadi, qon chiqib ketar ekan. Qichimasdan tura olmaydi. Yopib tashlashda bint bilan shu bintlarni sug'urib qichishadi, qonab ketguncha. Hech narsa qilmaysiz ham o'zingiz uchun, tanangizni sog'ligi uchun ham bir xulosa qiling. Shu taraflama foydasi tegsin deb ham bu proyektni qilamiz biz. Eng muhimi bu videolardan hammasi mana shu insonlarni olib chiqayotgan insonlarimizni, ayniqsa hozirgi paytdagi Alixanni hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish. Maqsad faqat shu, kasallik bir boshlanganda stabil davolansa, tuzalishiga umid bor. Va bu uchun kerak narsa albatta videoga like bosishingiz. Bu juda ham muhim. Eng yaqin insonlaringizga, ko'proq odamlarga jo'natib qo'ying videoni. Storiesga repost qiling. Ko'proq kommentariy yozishingiz. Hammasi videoni ko'proq qanchalik ko'p tarqalsa, shunchalik biz yordam qila olamiz va shu uchun albatta videoga like bosing. Qiyin emas, shu yeyotgan nonimizni pulini shuna bir kunlik yarimta nonimizni pulini ehson qilish. Mana shu qilinadigan kichkina harakat xudo xolisa Alixanni oyoqqa turishiga sababchi bo'ladi. Mana oddiy misol, hojatga shundan borib kelamiz, yegan narsamizni chiqarib yuborishimiz. Alixanda bu qanchalik og'ir kechadi hozir. Kartalarni qoldiraman. Sardor Salimjanov va Bobur Salimjanov kartalari. 24 soatda limit to'lib qolsa, yana qayta urinsangiz bo'ladi. Hamkor va Ipak yo'li kartani qoldirganimizda chet davlatdan yordam berishingiz ham mumkin. Rossiyadagi vatandoshlarimiz, Tojikiston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlar, Turkmaniston sizlardan albatta yordam kutib qolamiz. Inshaalloh eng oxirgi postda Alixan bilan yugurib ketib, o'ynab, kulib turgan videolarimizni albatta qo'yish bizga nasib qilsin.